Emildaşlıq haqida. Sual. Assalamu alaykum. Bu məsələyə fatva bersanglar. Allah sizlərdən razı bolsun. Bir adamның 3 qızı var. Emitkichi taraf. Yana bir adamның 3 o'g'li var. Uning ikkinchi o'g'li bilan yana bir adamның birinchi qizi emildash. Shu birinchi qizga emildash bo'lgan ikkinchi o'g'lining aksini o'ylab qo'ysa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ikkinchi o'g'il yot bir ayolning sutini emgan bo'lsa, bu o'g'il shu ayolning emitish jihatdan o'g'li bo'ladi. U ayolning barliq qizlari bu o'g'ilning emildash hamshirlari bo'ladi. Natijada bu o'g'il u ayolning qizlari bilan o'ylanolmaydi. Chunki nasab jihatdan harom bo'lganlar emildashlik jihatdanmi harom bo'lg'achqa, u qizlar bu o'g'ilga ojiz bo'ladi. Sahihayndagi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ish harom qilgan kishilarni emishmi harom qilib etadi degan. Ammo u o'g'ilning aka-ukalari bo'lsa, u ayolni ammiganlar bo'lsa, u ayolning qizlariga o'ylana oladi. Chunki emish jihatdan harom bo'lish amguchi va uning farzandlari bilan cheklanib qoladi. İmam Sarxasi mundaq deydi. Navoda 2 ayol bo'lib, birining o'g'illari yana birining qizlari bo'lsa, qizlari bor ayol yana bir ayolning o'g'illaridan birini emitib qo'ygan bo'lsa, u ayolning qizlari u ayol emitib qo'ygan ashu bir o'g'liga harom bo'ladi. Chunki u qizlarga emildash bir tuqqan bo'lib ketgan. U qizlardan hech qaysisi yana bir ayolning boshqa o'g'illariga harom bo'lmaydi. Chunki ular bir amchakdan ammagan bo'lg'achqa, ularning o'rtasida emildashlik qarindoshligi bo'lmagan. İmam İbn Qudama mundaq deydi. Emitkichi ayolning va uning erining farzandlari u ayolni emgan yot bolaning aka-uka yoki ot-singillari bilan nikoh qilsa bo'ladi. İmam Ahmad mundaq degan. Er kishi o'zining emildash singlisining ot-singlisini nikohiga olsa bo'ladi. Chunki u ikkisi o'rtasida emildashlik yoki nasab yo'q. Emildashlik faqatla 2 qiz o'rtasida. Buningga asosan emildash yigitning aka-ukalari emitgan ayolning qaysi bir qiziga o'ylansa bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 51-numurliq fatvo.